Assalomu alaykum. Bilishingiz muhim ruknidagi eng ko'p berilayotgan savollardan yana biriga yuzlanamiz. O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonunida bino va inshootlar va ular joylashgan yerlarga bo'lgan huquqni e'tirof etish bo'yicha inobatga olinadigan belgilangan davr oralig'i sifatida nega aynan 2018-yil 1-may tanlangan? O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar hamda o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasini o'tkazish to'g'risida 2018-yil 20-apreldagi PF 54/21 farmoni qabul qilindi. Ushbu aksiya aynan 2018-yil 1-mayga qadar qurilgan turar joylar bo'yicha o'tkazildi. Ko'chmas mulkka huquqlarni e'tirof etish fuqarolarning murojaati asosida amalga oshirilishi belgilanganligi sababli aksariyat yurtdoshlarimiz murojaat etishga ulgurmagan yoki to'lov miqdorini to'lash imkoni bo'lmagan. Fuqarolar murojaati kam bo'lganligi sababli e'tirof etish jarayonlarida ko'chmas mulk obyektlarini to'la qamrab olish imkoni bo'lmadi. Natijada ko'chmas mulk obyektlarining faqat 20%gagina huquqlarni e'tirof etilishi kuzatildi. Qonun ushbu umumdavlat aksiyasini mantiqiy davomi sifatida qabul qilinganligi hamda 2019-yildan boshlab yer uchastkalarini auksion savdolari orqali berilishi yo'lga qo'yilganligi sababli qonunga asosan ko'chmas mulklarga huquqlarni e'tirof etishda 2018-yil 1-mayga qadar egallangan yer uchastkalari hamda u yerda qurilgan bino va inshootlarga nisbatan tatbiq etilishi belgilandi.